Assalomu alaykum azizlar. Ushbu misolimizda teng yo'l uchburchak, yon tomonlari 15-15, asosiy esa 18 ga teng. Asosidagi bitta burchakni umumiy qilib parallelogram chizilgan. Bu parallelogramda eng katta yuzasini topishimiz kerak. Buni quyidagicha hal qilishga harakat qilamiz. Mana hayolimga kelgan fikr bo'yicha ishlab ko'rsatishga harakat qilaman. Bitta tomonini A, ikkinchi tomonni B deb oldim parallelogramimizni. Demak, parallelogramning yon tomonlari teng bo'ladi. Bu ham B ga teng. Bu ham B ga teng. Bizga ma'lumki, teng yo'l uchburchak. Ya'ni mana bu burchak alfa bo'lgandan keyin teng yo'l uchburchakni mana bu burchak ham nima bo'ladi? Alfa ga teng bo'ladi. Bu bunga parallel bo'lganidan mana bu yer ham alfa ga teng bo'ladi. Mana endi e'tiboringizni CDE uchburchakka qaratadigan bo'lsangiz, bu ham teng yo'l uchburchak bo'lib qoldi. Shuning uchun mana bu qismini B deb belgilab olamiz. Ya'ni C dan E gacha bo'lgan masofani. Xo'p. Demak, yaxshi. Yuqori pastki qism A dan D gacha A bo'lgani uchun B dan C gacha ham A bo'ladi. Bu hammaga ma'lum. Endi mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa B ga teng, mana bu yer esa 15 minus A ga teng. O'xshashlik qo'llaymiz. Ya'ni katta uchburchakka o'xshash mana bu kichik uchburchak. Shundan mos yon tomonlari 15 minus A taqsim 15. Mos asoslar nisbati xo'sh, A taqsim 18. Mana bu yer B bo'lsa, mana 15 minus B bo'ladi. Adashib ketdim, ming bor uzr. So'ramasdan, chunki yon tomon 15, mana bu yergacha B bo'lgandan keyin mana bu yer esa 15 minus B ga teng bo'ladi. Endi bu yerdan A ni topib olishga harakat qilaman. A teng bo'ladi. Xo'p, 15 bilan 18 qisqarib ketganda 3 ga qisqarsa 5, 3 ga qisqarsa 6 ko'paytirilgan. Hop, 15 minus B taqsim 18 ko'paytirilgan. 15 ko'paytirilgan 18 teng A ga teng bo'ldi. Shu A teng bo'ladi. Qisqartirsam 3 ga 5, 3 ga qisqartirsam 6. 6 taqsim 5, 15 minus B. Ushbu holatga keldi. Endi parallelogramning yuzi nima degani edi? Parallelogramning yuzi S teng AB sinus alfa edi. Biz shuni topib, hosil olib 0 ga tenglaymiz. Xo'p. Bizga sinus alfa kerak. Sinus alfani topish bizga mushkul emas. Sinus alfa, ya'ni katta uchburchagimizning yon tomoni 15, asosi 18. Bitta balandga tushirsak, A dan balandga tushgan joygacha bo'lgan masofa 9 ga teng bo'ladi. Demak, kosinus alfani topamiz ekan. Kosinus alfa 9 15 ga nisbatan teng. 9 taqsim 15 3 taqsim 5 ga teng. 3 taqsim 5 ga teng. Kosinus alfa 3 taqsim 5 bo'lsa, sinus alfa o'z-o'zidan 4 taqsim 5 bo'ladi. Mana sinus alfa topildi. Endi ikkinchimiz S teng. Xo'sh. A o'rniga 6 taqsim 5, 15 minus B, B o'rniga B, ya'ni B o'rniga B. Keyin sinus alfa o'rniga 4 taqsim 5. Rejamizga ko'ra biz yuza topib, hosil olib 0 ga tenglashimiz kerak edi. Mana bu sonlarga ahamiyat bermasak ham bo'ladi. Keyin biz buni yozamiz. 24 taqsim 25 qavs ocharsam 15 B
minus b'ning kvadrati hosila olingan teng 0. Xo'p, ichkaridan hosil olamiz. 24 taqsim 25, ichkaridan hosil olsak 15 minus 2 b bo'lib qoladi. 0 ga tenglab olganimizda b teng 15 taqsim 2 ga teng bo'ladi. B teng 15 taqsim 2 ga teng. Endi b ni olib borib mana bu yerga qo'yamiz. Qo'yganimizda a chiqadi. 6 taqsim 5. Hisoblasak 15 taqsim 2 bo'lib qoladi. Qisqartirsak 3, qisqartirsak 3, 3 ga 3 9. Mana bu 9 ga teng bo'ldi. Xo'sh. B'miz bor, a'miz bor. Endi 3-ishimiz bo'ladi. Yuzani topib qo'yish. A ni o'rniga mana shu foydaga qo'yamiz. A ni o'rniga biz qo'yamiz 9 ni. B ni o'rniga qo'yamiz 15 taqsim 2 ni. Sin alfani o'rniga 4 taqsim 5 ni qo'yamiz. Hisoblaymiz. 3 2 6 kara 9 54. Mana eng katta yuzasi demak eng katta yuzasi 54 ekan. Xo'p. Misol yechimi qisqacha yana bosqichma-bosqich tushuntirishga harakat qilaman. Mos tomonlar A deb belgilab oldik. Hop, birinchi ishimiz A ni D orqali ifodalab oldik. Mana birinchi bosqich A ni D orqali ifodalab oldik. Foydagramni ikkala tomon bir-biriga bog'ladik. Uch burchakdan foydalangan holda. Ikkinchi ishimiz yuza topish bo'ldi. Mana shu bo'yicha yuza topdik va uni 0 ga tengladi. Uchinchimiz topilgan narsalardan foydalanib parallelogram yuzasini topib qo'ydik. Bu hosila orqali yechim bo'ldi. Hosilasiz ham yechimni ko'rishga harakat qilamiz.